Acıma. Dada mena geldi. Assalamualaikum. Aleykümselam. Kiranlı. Vay Salih. He? Bu toyunu kıstımen de taşık falan tutun adam ekemegen sen ha? Oy, sana erkek oğlum. Ha? Dada ben. Oy canım balam sen mi diyorsun? Bu üydün bir omdalla çıkıp gidiyorsun. Oy ne oldu sana bu? Sana aklı etken kağıdı bulup kalsam. Oy sen olmadım balam oldu ama entum bunu çöptün ki bu kettendi. Dada bu ya Örümçedeki köy oğlumuz Ahmet Cikam'daki Erkistan oğlu Rehimkan buldu. Can. Neyi mi kan dedin ha? Rehimkan. Oy, örümcek damlık ertes dada. Çıraydı bir tal kanının tayini yok. İyitin reyim kan da. Çak soğuk. Amma lekin baba bu çolda da dehşet kızık yapıldı ki acıma. Hey muş İsam kam dekten kızık yaptan kıydırken bu çolda da. Koyardı bu. Dadaştıkının mı bu kettendi bu? Dada aşını ekletmişsin ben. Herkese mi bana? Tabii çıkart öyle çıkart. Rehimkan. Köpeği çıkıyor. Abi, Furkan. Oy. Orada kadar oğlunuz yaşlı kadar yaşlı. Kadar oğlumlar. Çıkmıyor kandıran sakam yaşıma sararmışlar. Sağlıklı. Oy Kadır'dan bunu aykanı güneşmemse. Kandıra, yakışıma. Tabiqsa, sizni yo'lga chiqib bir oy bo'ldi davatdi. Ay yan chiqib pulga ishingizni ag'rib, Ürümçi'den piyotken geldi. Ya bu konuda ayağlarımı dehşet kızı çıkıyorsun arkadaşlar. Ben yakın ailemizi konuşturup koyayım. Örümçedeki köylümüzdeki Erkistan oğlu Rehim buludu. Oturun Furkan. Oy sizga chiqqankan bu. Ya çıkırmıyoruz. O'zingizning uyda erkin azad o'tirib Furkanjimi? Unda sizlar choy ichib o'tiringlar, men o'qishib tamoq yetib ya. Maqadim aqmoq. Ağlar koytamam deyman de. Doğrusa ben üzerine uyadaş bu tartmayı oturuyor da. Mayli ya. Dur. Mesela bu agiden konuştukça bulamdı. Bu yakota sizlerden deyim küçük tadırma buludu. Oh, kardeş tokatrak küçük tada diye kaptan koyup lan. Adam kıyır dökmem da yaşar gözetmemse. Nasıl kaydını konuşturayım. Bu yakota ben örümcüde gelen en yakın agiden Rehim Kan. Appala. Ben Rehimcan degan sirni olgan mushkamgacha Rehimqan degan sirni olib o'qimoqchiman. Bek akıllı kızken cuma. Siz televizörü görmüyorsunuz bu arkadaş niye? Ya böyle iPad'dan 100 mayzat arkadaş 100 var. Hey, isim geldi. Yıllık sattı 100 may satkan. Ablam bu 100 may sataydı sizde. Adaş kaçağın geplerini kıpırıydı. Bir tepsi bir toşturuydu mıydı? Sen bak ondan bir konuşturuyor bulamdı. Bu akıllar olsa bu örümcüde gelen benim en yakın agiden. Hem tukunumuz. Bu akıllar hep üzüm içinde pida kılarken. Gitar çaldığımız saklım hayran oldu. Gitar mahiri. Adı bağıyla bak ondan satmaydı. Ben bulsam ismim Sabi. Ay küçükte de sen bağlıklara taş kaynlık yasam tanımaz mısın? Ya hadi ben uzun bulu güreş bugün isim adı çıkıp oldu mu deyim ona? İşte ciğerimde sana konuşturup koyacağım arkadaşlar. Bu ya bulsam benim ineğe burada. Hoş geldin Rehim küçükte de. Fıkra, bu küçük tada diye geplerini akıllı değil mi? Rehim ka. Bu ya bulsam benim sanırım Mekliye. Xush kelibsiz Rehimqan kichikda. Ne çıkıyorsun bunda ne diye çıktı? Gitar şerif misin? O gitar dehşet çelikti. Gitar çok aklımda yalan kaldı. Oka, bu koççular ismi. Yanında kapsız. Şunu okumuş aklımızı ödeyecek kığa. Dehşet oynuyordu. Siz Karaganda koçu usul oynasın. Bek yaş gördü akşamam sen. Ben okam yaxshi ko'raman. Yok o koç sözgen 5 yok görüm digine ütüp koysam bu ya. Gap yok. Ütüp koysan dersen. Esler ürünü kal bolsan ağabey, biz bizlerge ağabey. Ütüme. Hey balırma. Sunun dibine koyuyor. Kulağımı zikrini ben tavakayımız. Tamam yine. Megiliye kadırdan. Bandrak kırıla.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom, qanday Hamid ukam? Qanaqa o'tiring. Obda turyotamsiz? Xizmatingiz yaxshi ketib turibmi ukam? Bo'ldi herhalde yaxshi. Bu soatkam yo'q-ku. Voy, u bizdan yangi kuyov qilib-ku, bo'lg'us kelim bilan qizli qog'oz olib ketdi. Qarang Hamid ukam. Ham cho'ng odamlar bo'lgan kun bunda rasmiyatan qilmay, nikah o'qitib qo'ysak ham bo'ladi-da. Undaq qilmaydi Salika. Davlatimizni chiqargan nikah qonun bor tursa, biz mat davlat fuqarosi bo'lgandan qonun tuzumga rioya qilaylik, ha? Shu emas Mustam. Saylaman. Qanaqa ukam? Maqaram Saribora to'y degancha cho'ng ish. Sizning talla boldiringizni setib evolgan kalpit emas, u qanday dedim Mustam? Yo'q, qarang. Assalomu alaykum. Va assalomu alaykum. Voy muborak bo'lsin. Nega bo'lsin? Qanday bor? Oshmanma kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Qiymet. O'tiramiz, ukam. Japatatolajma. İşte qanday ketadi? Yo'ldosh, sovuqqanni chiroyga qarsam ishlar qanday vaqtini bilib olsam bo'ladi. Çay alaylı. Bunlar deyinlar. Cümil, ha? Bu şimdi bugün hizmetin baramız. Buncan, sizin dadamızın işi yine işim oluşuşlar. Buyur, rahmet. Uni ısırıcı bizden vallahi bugün faaliyet var ki. İşte qaytib kelmaydigan bo'ldi. Şu aslında Lili bilan bizim balla talabazı kiritga xil ko'p yadigan narsa bergandim. Rahmat. Yo'ldosh, buni mo'ylaqqa kiygiz daftarimni yozib olmagansan. Salika başla çıkma. Va chimchi, toshdan moy chiqirdi emasmi? Bak Hamid elimizden raşka depşilip kalmışsın. Salika unda çıkmagan bo'lsa, sizning oyoq parlikingiz yordam qilmagan bo'ladi, ha? Nah, to'g'ri dedingiz ukam. O'shanmi qiziqkansan lekin eshak ko'rib o'tib bo'lsa adamlar chatog'ini nima deyag'ini mikashijmi? Aşkı babu, parlikimni ismini qara, qarindoshlar o'ktak bazriya dedi. Vay! Ben sana sıkıyorsa. Lekin ishlar qanday? Yaxshi, davom etadi. Sizning yordamingizga boshqa bizning ishlar shunda davom etadi. Rast. Ne doğru yapıldınız? Makaram ukam Hamid. Siz bulmagan bo'lsangiz, bärimizning ishlar 10 yurishib ketdi jumam. Siz kelgan yoqqa shunday yaxshilik bor-da. Bu mahaldagi hamma millatlar ittifoqga muhimi baktirishak emasmi? Ma biz ayollarning boshchag'ini olajimi? Yaqinda bu, xotin bu. Keyin kecha korxonasi qurmoqchi. Boshtaşmış kelib qo'yatdi. Mushtaşdan bormi? Voy ba, rasmiyatlarni putaylab qoldi. Ammo o'z vaqtida ditva cho'kan juma baktirishdan. Chiqilib bu ma'lum hamma ishlari rost yurishyapti juma. Yo'l yurishyapti. Qani, alayli. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Duttachilik o'tirib ketgan ota. Feyzim aqiysan. Hey, meni qiydim juma voy. Bu to'qilma degan odamni qiydim, ey. Yigitman. Shundan bayam anlab bir muboraklab qo'yay deb kirdim aka. Hey, mushunchalar cho'ng ishni muboraklash uchun quruq qo'l kirsin bo'laverdi ekanda. Voy, endi to'ylar yo'l qilamiz. Lekin boshqasiga ishonsam-mu, sening bu qo'lingning ho'l bo'lishiga ishonmayman juma. Voy, sen-chu tuyuqsiz daryoga tushib, suvning tekin necha metr cho'kib ketsan-mu? Mushu burchib qo'lingni quruq chiqamdikin deyman. Naqay dadamga gap qilsa juma savatgasan. Mening dadam odatchi bir gaplarni o'dil demaydi. Aytib. Bir kuni 3 ta tomoq yeyotdi, o'zimni qo'ysa shunda ichib ketdi. Tomoq yeyotsam dadam yenim kelib, balam tamog'ingni yeb qo'zimni to'yg'izib, och uyga kirib qilib, bu vaqona men chiqib akaydan oldirib dedi.
Memleketin şu soğukla ülkük deydigen olsa hayır etmeydi o. Balam toku ülkülüm adı da yumuşak harap otasın açın asımır köpsip olana da. Şimdi ülkede kanda kopmadı iken de özlem bu keyif sabah kımattım. Ağıylarım zorlap işkırıp işirdim da. Mesut bitti ben. Hasta ülkü. Şu darvazın içi ülkü kiriş közüm yetmedi o. Şunu kanda kılama deplamış işgal ki Dugula ortalap mengenin üstünde ilk kaptı ben. Fırat gitti ben. Sehe dedim bir yakta böyle iş kılmadım iki iş kılıp çıkıp bir kör kaptı. Bu karab menen oğuktay dese sert onusuna dep git kaptı. Ağlıcı ben beşindeki mengenin kayıp öyküp uflap kaldım. Ben uflap uyku kenir. Saat ulladı ötüp gözünü iç dörvanın tücü çıksam dadam helik men yatkan mengenni orbidan üstüge atolun olsun daha çıkıyor ama kutluğu da içine ama adam dur. Dedi Nimiş kıvatsa desem, nimiş kıvatattım. Ama yotkan köpeğini çıkıp atın dedi. Bir tut bomamdaki bir yatta. Tamam. Ha, tamam. Yok. Ya Ferhat. Neylik şırasma yağama? Yemek küçük olmaya ağayım sana yağan gel kıldıgan. Ya işlenmem sen. Ya kattı işlenmeyim ben. Ötülüp kalay sadgan kede ağayım rast gap o. Adam ahmak itiralı gap ko bu. Malan işlenme vatkınla. Ben fakat işlendim gemadıcıma. Ya bu mısmanda kılayla. Bir annesinin besleşem de yok. Nemeden besleşim bakın oraya. Neyini besleşem kılay? Sorundur besleşmeyin mi? Hep belli. Rast magep yakşı oldu. Yine olmayızla ha? Maaşkımızı özendek yanırak görüp atansa. Sen emez, yine öyle dişimizi patkakçıda hortumdan durduk abi. Oldu eşek barımız. Salih'den sorayımız. Şu vakti da kimden otuldaydıgını şeydi bilimiz o. Cüde bazak baldık. Oktay, o öz bilem de. Eras. Özün dadısın toyunu öz bilmem deyinім de gap kızla. Uva o kara. Muş pulgu münasebet kinesin yaman fukuducuma va. Şu toy degen şu pulgu münasebet kinese o. Pamenge kemeydi otur. Yetken kalış botagandan az berip Salih özürlü sormaylı mı? İşte kılam da. Nemeydi? Yürü. Bak. Ya toxtat durayım. Ya dur arkadaşlar. Assalamu aleyküm. Ve aleykümselam. Mübarek olsun, mübarek olsun. Ne mübarek olsun? Oy toy oynayımızken bu, saatkanın toyunu kıldıkensler bu. Yo, ulaq ya uzukkan da afka, müşmü anlatıp sizlerde. Kim algan buldu? Ma gapimi desaqam. Aldık demek kimga uylanmoqchi, kimga uylandi degandek mana sifatli gaplar qilish uylanmoq qachon bo'ladi? Ay, voy, sen bir qachon o'zi sifatga qildim ketdim deyman de. Ha, saatkanning bilim amdi ta'sir qotamdi ya. Ha, yo'q. Meningcha sen to'ydan chiqib bakirib ketdi ha. Undaq gap yo'q. Ukam o'ylab baqa, hozir qaysi davr, qaysi zamon yashayotsa, buni bilishimiz kerak-ku. Vaqtdan vaqt kelganda masalan deb qo'yay, o'zingni chiqqan bir og'iz gaping bor-ku, sizning madaniyat saviyalaringni belgilab qo'ydi. Shundaqmi? Ha, bo'ldi, gap qilmadim. Ay voy. Bir og'iz gapsa 10 og'iz gapirib odam og'zini quloqlaysan ekan juma. Mana. Qochib kesaqam. Mana qilaylik, men tashlab aytaylik. Ay, qachimading ha? Yo'q, qachondir. Bo'pti. Ma'qula. Unda to'ylar barasa saqaldi. Ma'qula qo'y. Hey! O mana. Assalomu alaykum. Qanday qilasiz aka? Yaxshi turasansan? Yo'q. Do'konlarning savdosi yaxshimi?
Bo'pti. Dodan yaxshilik turdi adash. Bo'ldi. Ya adash. Ish. Rost o? Yaga ya adash, qishda yagan qo'ydi. Yaxshi gap aytasan ekan. Qo'ychini. Men nima rost, nima yolg'on faqat bilamadim. Ya ag'inam al. Savutkamning to'y qildiga ishini davatman. Va bu chaqchaq qilyapti yagan adash ya o'shlar ya. Bu gachchil gap qilgina. Rasos qanday qilmoqchi? Yag'on bo'z qanday qilmoqchi? Rasulsa. Turgan gap ikkimiz bir so'roq qilib, taratganimiz mehmon qilmoqchi. Yo'q, ha. Agar yag'on bo'lsa, taratgan bir so'roq qilib, mana ikkimiz mehmon qilmoqchi. Osh mehmon orasida sen bosar ekan. Manda damla. Pichonlar dadamni lotereya boshladi. Mo'jlarni rast gapgina ag'inam. Rast qo'sh ish. Yagan ya adash ya, yagan osh ya. Bu qancha degina. 5 so'm deb turibdi. Hamda dadamni tepishmoq pul tepibdi. Sen kirgan dadamni tepishmoq kitob qilsan, kelin tepishmoqni 5 kitob chiqar. Dadamni shirin chiqarib boqamsa. Yamsa odamlar tebet gütlab berib baq. Dadamning peshonasi u nima deb izlasa Ag'inam. Rast gapni davitam alaqa rast qo'y. Yagan ya adash, yagan. Ish qilib dadamning to'yini qilganimiz rost. Eşek olan. Andak. Qayerda o'ynaymiz undan sorun ne? Bugunmi yatimi? Ya vallahi ya, yo'q gapni qilmanglar. Bu qiyirganda o adam to'y nima qiladi ey? Turg'on nima deganing bu adash? Dadamning to'y qilishigi bor. Sen qiziq kelsa deyman. Bir do'konimga bir mol kelib biz tilpa qo'y, yeva mol keldi deb xabar qilyaptim. Bu ketib dadamga mol kelibga tilpimi qilmading-ku. O dadamning meli o'qitoy emas-da. Bunu dadlı aldığım beni iskılatta medmada. Balde. Sizler bakıp bu mağla. Savutkan'ın toyu bizden toyumuz. Oh, ses. Kanda olamızsız diyen Savutkan bizim ilim peki edem o. Kanda işiyoruz biz bacıma. Rahmet. Gel yok. Rahmet. Ag'inam, dadamning nikosini qiplab da uyga ketamsan nima? Ey, 80 kirgan odamning to'yini restoran bunda bir oylik chiqib qolar. Ama restoranlar qimsaqma qara. Hamada narmın hava qilyapti da rafa bir qiz qilsak bo'ladi o'zi. Ey, Nima Nima cemiyetimizde bir kısım adamlarımız başlıyor. Toy tekinde ona bak kısa olmaydı, nezirci kısa olmaydı. Biz bunu da kahve ağzı lokmuş yitiren lok gidelim. Ya ulanın gepine vay vay. Ulanı koypasan o kara. Bizim ma örf adetlerimizni, medeniyetimizni yoklatıp çıkılıydı ulan. Bas. Şundan mı? Elini jıpı soludu, toyuna nağma namaz soludu. Ya ma ag'inam to'g'ri dedi rost. Bu ba'zilar qo'ymish so'rinda naqshatsang, chaqchaqdan yomon bo'ladi degan gapni chiqaryapti. Ya bu dunyoda emas biz shu yig'laydigan qil kelganman biz. Endi shunda olsun bu diqqat qilaylik endi boshqani og'ziga ber. Qizimiz to'yni deb gap sepmaydi deyman. Bo'lmi to'g'ri? Qaranglar bolalar. Unda bo'lmaydi, hargizda bo'lmaydi. Ish qilib dadam mening to'yimni guldaq qilib qo'ygan, uni sizlar bilsa bo'ladi. Men bu dadamning to'yini aldatib, raus qilib beraman. O'g'il adash, o'g'il. Ota-onamiz boshqa nima o'zi bizni bolalar. To'g'ri. Dadamning qo'shallig'i, mening qo'shallig'im. Ota-onamning qo'shallig'i, mening qo'shallig'im, mening baxtim. O'g'il adash, yaraysa da yaraysa. To'g'ri. Qasim gap so'zimga qarsam, gaz chiqarganda kurslar. Ush to'ydan keyin haqqasinlarga tayyorlik labdas qatalay. Rahmat adash. Ana so'roq qilgan bilan ostimizga bor qo'yib o'tiramda. Jirik burada oturup yan biçamı sızlatmışlar. Ya ab borib buvamda qolgan bir yapıchini eshitdi. Hamma odam o'zi biznes keldi. Dadamga 15 kilo bas benim buvam bacımı. Civandan bu koldaş kere kopmaz benim mumam var.
Ben ziravatı ben şimdi mumam ne? Oldaş mumam. Tazı tatıp koyamı dedim. Tam şimdi restoranda oynayıp popüsün dala deyip. Rahmet bala rahmet. Işıklıp toy günü akasından toyunu töpüştürüp o deyiş personel meselelerine razı ol bala. Kata yok, kata yok. Onun gap yok. Allah şahide Qandaroq yapishtiryapsizlar? Yaxshi, to'g'ri. Naqshni ajoyib chiroyli aytdingizlar. Ya Allah. Shu guldek chiroyingiz bilan hech nurimga o'xshash bolalarga tegmay, Soliga o'xshash bo'rlarni neladimi deb bo'lgan bu qo'ydingiz. Unda demay, Potem. Ha. Solimbek undango. Kimga yamanmi, köyga yamanmi degan gapni anglaganmi? Qo'ydim. Yana gapimni o'tirib Soliga debshimi? Bo'lmasa, eringiz məni meni ko'ringan yerda gilimni siqib, "Ey, niserimni berdaydi jumi?" Bilmaydi degan olmaydi. Shunday qiladi u. Ey, nima ishlar bilan aldirashib ketibsizlar? Oqara, bilmas kelib bağınni. Nima ish bilan aldirash bo'ladi? To'yning tayyorligi bilan bo'lmamdi. Ha, to'yning tayyorligini qilib, qarshi chiqarayotgan o'xshamamsiz? Men xil fikrib berib olib qo'ydim. Lekin menchu bu to'yni oddiy bir qizam bo'lib edi. Ikkisini nikah qilib bir uyga kirib qo'yamiz deb o'ylagandim. Hozirchu ishlar yo'g'onab ketib bordi. Unday degansiz? Ha, qanday yo'g'onab ketdi? Hozir qizim mo'ylat yo'qora. Faqat bo'sh kelmaydi gajimi. Ruh zamonga o'xshash. Ma ayga tegib, mushtan xizmatini qilsam bo'ldi deydigan mo'maylar kammatga ketibdi jinim qo'shnan. Unda emas-ku. Buyrat. Anladingizmi? Tumankiman kandilkam bir mo'maylanmadimi? Ha, og'am. Shu chog'da o'sha mo'may nimdabdi deymamsiz? Nimdabdi? O hamdulkamga sen o'lib ketgandan keyin mo qo'rajoy zaminlarning hammasi menga qoladi deb to'xtamay deb ondan to'y qildi. Mana doyi, bunday degansiz. Ha? Sizning qinoningiz undaq demirsa? Endi bular xuddi yosh qiz yigitlarga o'xshash kuydim, pishdim deb bilishib kelishayotgan ekan. Unda deb shu sat turar. Shundaymi? Shu. Ettigandan yaxshi qilib sizni nimdaydikin deb qo'ysam, limon kesaldi qolsiz. Yo Allah, sizni chaqchaq qilganingizni. Qarang, menchu ma oilaga 15 yil bo'ldi kelin bo'lib kirgili. Mening qiynonam bor-ku, shunda isil ayol. Sizning qiynotga qanday bu ayolni keltirib oldikin tam? Mening qiynotam bor-ku, shunchalik isil. Bilsiz-ku qiynotamning yomonligini. Bilma. Hey, menchi bunda bir plan so'qyapman. Qara, qanday qilib? Ikkimiz uchun maslahatlashib, mushto'ni tozalab bir qiz deylik. Shunda bir qilaylik. Ha, qanday qilamiz? Toz o'nnechi mashina bo'laylik. Oldin voy-moyni o'tag'izib, ikkisini tozamışda, daryo o'ylarni aylantirib, kes bo'lgan restoranga opirib, ikkisini naqsh usullarni itqizib, qolib dastigizini tozalab bir qiz deyapman-ku. Yosh qizlarni sevaman. Unda xo'spanazim banaga Davud bilan toza tasini olib sizning bosh kelasiz. Yoshda qilay. Cho'q hozir. Nima?